Oldilari atigi 8 minutda umuman sut solmasdan oddiy suvdan ikkita pitsa tayyorlasa bo'ladi deyishsa, ishonmagan bo'lardim. O'zim tayyorlab ko'rgandan keyin fikrim butunlay o'zgardi. Bunaqa oson retseptlarni o'tkazolmaslik uchun videoga like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Iludan issiqroq suvni ustiga dro'jja, tuz, shakarni solib aralashtirib, ketidan unni elab solib, yumshoqqina xamir qoramiz. Shunaqa qo'limizga yopishadigan xamir bo'lganda, qo'limizni ozgina yog'lab olib, xamir qorib, issiq joyga oshirishga olib qo'yamiz. Xamir oshib chiqqandan keyin ikkita zuvalaga ajratib, pergamin solingan listga yoyib, ustidan quyuq shirin ketchup surib, kolbasa va qirg'ichdan chiqarilgan sirni sepib, duxovkaga 240 gradusda 8-10 daqiqaga yuboramiz. Endi duxovkani ochib qarasam, dangasalik qilib, somsadan keyin qolgan listni yumasini solib qo'ygan ekanman. Nima ham deymiz? Bavi super очистительdan sepib, qaynab turgan suvni quyib, 5 minutga ivitib, osongina kuch ishlatmasdan tozalab olamiz. Qarabsizlarki, listlar yengidek holatga keladi. Pizzamiz ham tayyor. Buni xamirini qaranglar, qanaqa yupqaligini. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Qiyin narsalarni oson usulda o'rganamiz.